Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz bugun Tabassum kafesiga tashrif buyurdik. Quyoshchi o'g'limizni Quyoshchi ishchilar bilan tanishtiramiz. Har safar Turkiyaga kelganimizda aynan Down sindromli insonlar shu kafeda ishlaganini ko'rib havas qilardim va albatta men ham o'zim o'g'limni olib kelaman shu yoqqa. Inshaalloh Toshkentda men ham shunaqa qahvaxona ochaman deb niyat qilganman. Hozir sizlar bilan birga shu qahvaxonaga birga kiramiz. Ketdik. نشد برای عاشقت خطر کنی، نشد به وقت رفتنت مرا هم از نبودنت خبر کنی. آرام آرام نشستی در دل من ای آشنا، آرام آرام گذشتی از کنارم نامهربانی، وای از این غم بی پایان.